Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar, kanallarimiz obunachilari, videolarimizni kuzatib boruvchilar. Bugun 16 fevral 2026-yil. Kechagi videomizda ko'rsatuvdik. Har kuni 300 kilo, ya'ni 10 xaltadan olib ketadigan klientimiz. Jami bugungi holatgacha 1 tonna 800 kilo oldi. Uni ham shu Matizda har kuni olib ketadi videosini ozgina oldik. Bugun yana o'rtada 200 kilo bir aka kelib olib ketdi. Undan tashqari bugun mana hozir bir Damas 600 kilo bir klientimiz olib ketdi. Yana 600 kilo tayyorlab qo'ydik. Uni ham berib yuboramiz. Xullas kalom Biagom sotuvlari davom etyapti. Shu bugun hisobida hisoblasak agar 1 tonna 800 kilo Biagom sotdik. Kunlik 300 kilo 400 kilo Biagom, undan tashqari past, ya'ni klientga sotilyapti. Kimga Biagomimiz kerak bo'lsa, sifatli Biagomimiz namligi past holatda 2000 so'm. Agar o'zlari uydan olib kelsalar 1800 so'm qilib beramiz. Mana shu Begomizlar 1800 qilib beryapti, chunki o'zlari kelib olib ketyapti. Manzilimiz Uzun tumani, Yangiro'zor mahallasi. Qolgan videolardan davom ettirib qo'yamiz. Mana har doimgi klientimiz, o'tgan safar videoda aytdik. Yo'q, nomer bo'lmaysiz yo'q. O'tgan safar videolarda ko'rsatdik. Har kuni 10 ta Begomni olib ketishyapti. Xohlasa mana bir haftadan beri 1 tonna 800 kilo Biagomimiz pastani klientlar kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Hozir mana bir reys Biagomimiz ketdi, o'zlari kelib olib ketyapti dehqonlar. Vishi sort 2000 so'm. Uydan olib kelsalar 1800 so'm yana keladi. Qolganini xudo xolisa olib beramiz. Chumolxonadagi quruq Biagomimizni olib beryapmiz. Qolgan videolarni qo'yamiz. Mana yana 600 kiloni davomini olib ketyapti. Jami 1 tonna 200 kilo oldi klientimiz. Dehqonchilikka kimga Biagomimiz kerak bo'lsa murojaat qilaveringlar. Sog'lom umrlar, kunlaring xayrli va barakatli bo'lsin. Telefonlarimiz 97 244 44 06. Manzilimiz Uzun tumani, Yangiro'zor mahallasi. 2000 so'm Biagomimizlarimiz. Uydan olib ketish 1800 so'm.